Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni oynajohon orqali ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman, shodman. Azizlar, sizlar ertangi, ya'ni 19-noyabrga namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Hamda sizlarni e'tiborlaringizga ertangi 19-noyabrga valyuta kurslarini taqdim etmoqdaman. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, valyuta kurslarida yana pastlash kuzatildi. Dollar kursi kechagidan ko'ra yana pastladi. Azizlar, mana shu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina sizlar uchun. Iltimos, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, yaqinlarga yuborishda bardavom bo'lamiz. Kanalda yangi bo'lsalaringiz, obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Ha azizlar, doimgidek eslatib o'taman, men yaqindagina Telegram kanal ochdim. Mana Telegram kanalning silkasini сообщениyani bosh qismiga zakreplite qilib qo'yaman. Iltimos, kanalga o'tib obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Bu kanalimda namoz vaqtlari chiqmay qolganda, albatta Xudo xohlasa Telegram kanallarimga qo'yib boriladi. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.